Assalomu alaykum aziz do'stlar va obunachilar. Bugun hamma yoqda shov-shuv bo'lib ketgan PSG yoki Arsenal kim Chempionlar Ligasi kubogini oladi va hisobda nechi bo'ladi degan savolni ChatGPTdan so'raymiz. ChatGPT Arsenal va PSG o'yinida qaysi futbol klubi g'alaba qozonadi? Hozir javobni ko'rganimizdan keyin sizningcha bu to'g'ri yoki noto'g'riligini aytasiz. Qani ketdik. Menimcha bu o'yin juda teng kechadi, lekin hozirgi forma va tahlillarga qaraganda Paris Saint-Germain ozgina, ya'ni PSG ozgina favorit hisoblanmoqda. Ko'p sport tahlilchilari PSG g'alabasini taxmin qilyapti. Ammo Arsenalning himoyasi juda kuchli va ular ham chempionlik ruhida kelyapti. Mening taxminim 2-1 demoqda va PSG jamoasi yutadi deb ChatGPT aytmoqda. Bu sizningcha to'g'rimi? ChatGPT to'g'ri javob berdimi? Kommentlarda yozib qoldiring.